Insu Kanri haqida eshitganmisiz? Insu Kanri Yaponiyadagi mahsulotlarni nazorat qilish bo'yicha kichkina bitta tizim hisoblanadi. Insu Kanri'da tarjimasi bu sanoqni nazorat qilish, ya'ni komplekt go'sht yarim tayyor mahsulotlar sanog'ini nazorat qilish degan ma'noga anglatadi. Insu Kanri'da bir kunda ishlab chiqarilishi kerak bo'lgan mahsulotlarni rejalashtirilgan tizimi asosida mahsulotlarga kerak bo'ladigan komplektuющий materiallar, yarim tayyor mahsulotlar tayyorlanadi. Ya'ni rejalashtirish tizimiga kiritilgan kompaniyalarda aytaylik bir haftalik, bir oylik reja tizimlari bor. O'sha bir haftalik, bir oylik reja tizimlarida Insu Kanri'da bir kun oldindan tayyorlab qo'yishadi. Ya'ni sanoq sistemasi, aytaylik 10 ta mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, 10 ta mahsulotga kerak bo'ladigan butlovchi qismlar tayyorlab qo'yiladi. Bu nimani oldini oladi? Xato qilish ehtimolini 0 darajaga tushiradi. Ya'ni 10 ta mahsulotni ishlatganingizdan keyin qaysidir mahsulotni aytaylik qanaqadir bir butlovchi qismi qolib ketgan bo'lsa, u albatta mahsulot sifatsiz degan ma'noni anglatadi. Ya'ni qaysidir mahsulotga qanaqadir detal qo'yilmagan. Shuni yaponlar oldindan tayyorlashib oladi. Oldindan tayyorlab bir kunlik mahsulotlarini ishlab chiqaradigan, bir kunlik ishlab chiqaradigan mahsulotlarini sanog'ini oldindan sanab tayyor qilib qo'yib qo'yishadi. Lekin eng asosiysi ishlab chiqariladigan mahsulotga kerak bo'ladigan butlovchi qismlarnigina olish hisobidan xato qilish ehtimoli juda ham pasayadi va 0 darajaga tushadi. Xato qilish ehtimoli umuman bo'lmaydi desak ham bo'ladi. Insu Kanri tizimida mahsulotni sifatli ishlab chiqarish uchun, mahsulotni xaridorga yetib borganda hech qanaqa muammosi bo'lmasligini ta'minlash uchun ishlatiladigan tizimcha hisoblanadi. Bu tizimcha Kaizen'da asosiy bir mini tizimlardan biri. Bizning kompaniyada ham juda ham keng qo'llaniladi Insu Kanri tizimi.